Xolodesda 3 ta xatosi va 3 ta muhim siri. Birinchi xato: mol oyoqlari bilan birga go'shtni bir paytda qozonga solib qaynatish. Bu holatda mol oyoqlarining yoqimsiz hidi go'shtga urib ketadi. Ikkinchi xato: mol oyoqlari 5 daqiqa qaynagandan so'ng suvni almashtirmaslik. Men 2 marta almashtiraman, ana o'shanda mol oyoqning yoqimsiz hidi mutlaqo yo'qoladi. Va mol oyoqlari 3 soat qaynagandan keyin mol go'shtini kachalka joylaridan qozonga tashlaymiz. Uchinchi xato: xolodesni baland olovda qaynatish. Agar xolodesni baland olovda qaynatsangiz, bulyoni xira va yoqimsiz rangda tus oladi. Shuning uchun xolodesni past olovda uzoq muddat qaynatish kerak. Birinchi sir: agar xolodes tilla rangda chiqishini xohlasangiz, piyoz va qizil sabzini yog'siz quruq skоворodkada ozgina kuydirib olib, bulyonga qo'shib yuborsangiz, ana o'shanda xolodes rangi oltin rangga chiqadi. Ikkinchi sir: xolodes shunaqa yog' qoplamasdan chiqishi uchun oddiy salfetkalar bilan bulyondagi yog'larni shimdirib olib, suzib olamiz. Men 3 marta takrorlaganimda yog' tugadi. Uchinchi sir: xolodes shunaqa prozrachniy chiroyli chiqishi uchun tuxumni oqini ozgina suv bilan aralashtirib olib, sovigan bulyonga qo'shib, past olovda bir marta qaynab pishib chiqishi bilan o'chirib, marli va mayda sirkadan o'tkazsangiz, sizda prozrachniy bulyon paydo bo'ladi. Bu fransuzcha oqsilli filtr. Umuman hidsiz, yog'siz prozrachniy tillarang xolodesimiz tayyor. Bu sirlarimdan albatta foydalanib ko'ring. Meni esa duolaringizda eslab qo'ysangiz yetarli. Har qanday xolodes maltana bilan yanada mazaliroq.